Siz buni uddaladingiz. Buni man qildimmi? Siz hozirgidek osongina kuchingizni ishlatsangiz bo'ladi. Bu past darajadagi san'at. San'at? Tushunarli. Endi mayingizni o'raman. Men sizni tabriklayman, hojam. Rahmat. Lekin bu yerda bunaqa daraxt nima qilyapti? Hatto bu yerda juda ko'p yashagan bo'lsam ham, Kunchanni barcha sirlarini bilmayman. Bilganim shuki, bu yerda juda ham ko'p energiya mavjud. Bu yerni konsentratsiyasi tashqaridan ko'ra mustahkamroq. Deyarli xuddi bu yerni konsentratsiyasi eski zamonlar bilan bir xil. Eski davrlar. Nimaga hozir bu yerda energiya ko'p? Va ular o'zgargan. Demak, oldin nimadir bo'lgan. Muza qo'ng'iroq qilyapti. Nima, bu yerda aloqa bormidi? Inson, men bilan yur. Ish bor. Okey. Biz keldik. Katalana magazini. Malol qoldim. Sen shunaqa joyga olib kelasan yoki sen nima? Yana fantaziya qilyapsanmi? Bu kultivatorlarning sirli makoni. Kultivatorlar makoni? Ha, mayli. Unutaveramiz. Men kutmagandim hali ham bunaqa joylar borligini, lekin bu nom nimani anglatadi? Ha, u yerda kultivatsiya uchun har xil kiyimlar bor, kattaligi. Menimcha, kultivatsiya qilish ishlari ancha rivojlanib ketibdi. Bizga yangi mijozlar keldi. Ularni xursand qilinglar. Qo'yganini bizga qoldiring. Bizga kelganingiz bilan tabriklayman. Tun, bu eng zo'r vaqt dam olish uchun. Shunday emasmi, do'stim? Musiqa. Voy, bu emas, boshqa musiqa edi. Voy, unaqada. Mana bunday raqsga nima deysiz? O'yinchoqlarni sotib oling. Bas qil. Ha, demak sizlar kultivatorsizlar. Salom. Lekin bu notebook menga tegishli edi. Meni hisobimga yozinglar. Va kattalarni chaqirib kelinglar. Bu super erotik VIP klientlarning kartasi. Boshliqni oldiga olib boraman. Ortimdan. Faqat siz o'tishingizga yo'l qo'yolmayman, yigitcha. Sizni kartangiz yo'q, shuning uchun ruxsat yo'q. Kirita olmayman. Inson. Kuzatib yur. Nimadir yo'qsa ola. Xonim, balkim havo rangini olarsiz. Hojam, bu past darajali ruhiy tosh, xuddi pul birligi kabi. Ruhiyat toshi. Juda ham qimmat narsaga o'xshar ekan. Sodda ahmoq, men seni kesat qilaman. Balki sehrli buyumlarimizni ko'rib chiqarsiz. Sehrli? Albatta. Xuddi o'zi. Butun mahsulotlarimizga chegirma qilishni kafolatlayman, ishoning. Mayli. Qani bir ko'raylik-chi. Bu Zeroni plashimi? Kodga yastaga. Deyarli topdingiz. Bu plash sizni ruhiy hujumlardan himoya qiladi va buni narxi bor yo'g'i 500 qimmatbaho toshga teng. 3 dona sotib olsangiz 20% ga chegirma qilib beraman. Yetmar ekan. Muzey berganlari? Ko'rinishidan sizda 50 ta ruhiy tosh borga o'xshaydi. Menimcha yetmar ekan. Bu yerga yangi mijoz bo'lib kelganingiz uchun yana ham narxini tushirib berishim mumkin.
300 ta tosh bersangiz yetadi. Hozir hazil qiladigan vaqt emas. Mo'jizaga qaytarib beraman. Oz bo'lsa ham mayliga, bu ahmoqlar kristalning qiymatini bilishmaydi. Hatto pullaring yetmasa ham, sizlar qimmatbaho narsalar olib ketishinglar mumkin. Xo'sh. Omad qutchalari haqida eshitganmisizlar? U nima? Aytaylik, bu omad va taqdir o'yiniga o'xshaydi. Nefritni kavlayotganlarida u oddiy toshlar orasida yotadi. Shunday emasmi? Tosh ichidagi nefritlar qiymatini hech kim bilmaydi. Ular xuddi omadga tayangan o'yindagidek sotiladi. Xaridor toshlarni arzon garovga sotib oladi va bundan u boyib ketishi ham mumkin. Hech qachon bunaqasini bilmasdim. Xo'sh, marhamat, bunday mahsulotlar faqatgina bizda bor. Liner, ko'ramizmi? Sizga ishonaman. Mayli, unda ketdik. Bilan dovurra laqillatdim. Bu rostdan VIP karta. Oxirgi 100 yil ichida bunaqa karta faqat Li avlodlarida bo'lgan. Ha, to'g'ri. Meni ismim Maymayzi. Mana shu joyning egasiman. Men bu yerga eng qimmatbaho xazina uchun keldim. Boss, lekin jim bo'lib boramizda faqat men uni kartasini olib qo'yaman bu narsa uchun. Roziman. To'xtanglar, hozir tayyorlayman. Boss, siz rostdan uni sotaverasizmi? U atigi o'lmoqchi bo'lgan ruhni o'z joyida ushlab qoladi. Hozir unchalik foydali emas. Katta ofis 3 kun oldin shahardagi hamma bo'lgan magazinlarni yopishni aytdi. Va ruhiyat sovg'alarini yashirishni va ularni keraksizligini aytdi. Asl boylik bu narsalardan qimmat turishi aniq edi. Boylikdan ham qimmatroq? Boss, lekin menga yopishni aytishdi. Menimcha, o'ylashimcha, o'sha odam kelmoqda. Li oilasiga uni qanaqadir zulmati bor. Sizlar ko'rayotgan qutichalarga bizani muhrimiz tushirilgan. Bu qutichalarning o'zi ham juda qimmatli. Shunday ekan, hech narsa yutmasangiz ham yutqazmaysiz. Liner, nima deb o'ylaysan? Hojamga hamma narsa mumkin. Hojam, bu muhrlar mendan hech narsa bekita olmaydi. Men siz uchun eng yaxshisini tanlab beraman. Ketdik. Liner, qaysini tanlagan bo'larding? Mana buni. Sizlar buni tanladinglarmi? Sizlardan 50 ta tosh. Qutuvchi yomon emas. Balkim bu do'konda yaxshi narsalarni oddiyroq narsalarda yashirishgandir. Ha, unaqada men muhra olaman. Maxsus kalitsiz bularni ochib bo'lmaydi bilsangiz agar. Ochilsin. Axir bu juda zo'r. Qandaydir eskirgan xanjar ekan. Tabriklayman. Qandaydir Dragon Lord, ya'ni qandaydir ajdarqoning ruhi. Juda ham go'zal nom. Shunchaki oddiy xanjar. Mayli. Pul tikdimmi endi berish kerak. Qutisini unutmang. Uni qimmat deb aytgandingiz. Xo'p bo'ladi, albatta. Xayr. Omadinglarni bersin. Yana kelinglar. Xo'jayin. Men bitta qutichani ko'pgina qimmatbaho toshlar evaziga sotib yubordim. Ha, bu yaxshi foyda, ajoyib. Xo'sh, bu nima edi? Unda qandaydir Dragon Lord,
Yo'q, Ajdar ruhi qoni nomli xanjar bor edi. Umuman olganda keraksiz matoh. U juda ham qimmat turadi-ku. Xo'jayin, Boshliq, sizga boshliq. nima bo'ldi? Boshliq. Ovoz berildi Nifan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irene. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha do'stlar. 零散的光阴，空白的心情，也没人陪着我直到天明。风过轻轻，侧耳倾听，能不能听到你心跳的声音？任着风吹散长发，随它。